Tongi badan tarbiyaga yetmaydi-da baribir. Mana bo'ldi. Bo'yinlarni ham qimirlatib, hammasini dahshat qoldim. Tanaga kuch to'lib ketdi. Ana endi mendan zo'ri yo'q. Vachach. Mana bilan qarab o'tirishini. Ha, bolalar, nima gap? Tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Opa. Xo'p, bo'lmasa obunachilar, ana endi sekin-sekin qishloqqa ham chiqsak bo'ladi. Telefonni olamiz, hammasi okey. Qishloqda nima gaplar ekan? Sekingina ko'rish kerak. Chiroqlarni ham yoqib qo'yaylik, yorug'lik bo'lib tursin. Hammasi o'shanda ajoyib va chiroyli bo'ladi. Obunachilar tak. Balakat jitel bu yerda nima qilyapsiz? Odamni qo'rqitib yorib, cho'chitib yorib, uyimga kirishga kim ruxsat berdi sizga? Me'mori bilasanmi, bu yerda janoblar bo'lsa, kimdan ruxsat olishim kerak yana? Bilmadim endi. Men baribir bu meni uyim bo'lsa, mendan ruxsat olarsiz-da. Sendan kim ruxsat olardi? Tushunmadim. Nima deganingiz bu? Deb hazillashib turaman-da. Nima gaplar o'zi? Tinchmisan? Charchamayapsanmi? Bir hazillashib qo'rqitib qo'yay dedim-da. Balakat janoblar, qarang, agarda yana bir marta qo'rqitadigan bo'lsangiz. Xo'sh, Balakat, bo'yingiz mendan sal uzunroqmikan? Nu bo'pti, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham. Nima demoqchisiz? Gapiring endi, bo'la qoling. Maqsadga o'ting. Meni ishlarim bor, ishlarim kutib turibdi. o'sha ishni senga men aytmasam kim aytadi? Ha, to'g'ri, to'g'ri aytasiz. Bir tomondan hozir gaplarim bir-biriga yemay qoldi. Bo'pti, qani gapirsangiz gapiring. Aytgancha tongi mashqlarini qildingizmi? Yo'q. Siz aytdim, nega yog' bosib semirib ketyapsiz desam, janob mer. Nahotki? Ha, semirib ketgansiz. Kallangiz ham oldingidan kattaroq bo'lib qolgandan keyin manikidan uzunroq bo'lib qolgan, tushunyapsizmi? Bilmabman. Bo'pti, yurchi ko'chaga. Qani yuring, bo'pti. Jentelmenlar birinchi bo'ladi har doim. Qani ketdik. Xo'sh, nima ishingiz bor? Xullas, mana bu yerdagi polizlarni ko'ryapsanmi? Ha, mana bu uyimni to'g'risidagimi? Albatta, ana o'shalarni hammasini tozalab chiki-puki qilib qo'y. Yerlarni ham almashtirish kerak o'sha. Dabdala bo'lib ketgan. La'nati, janoblar, axir bizni qishloqda dahshat ishchilar bor, mendan ham zo'r qiladiganlar bor. Nega o'shalarga aytmayapsiz? Yo, birasida, janoblar, qo'ysangizchi axir. Tushunmadim, nimaga bunaqa ko'p aylanding hozir? Bilmadim, prosta in yerga to'lib ketganman. Tushunyapsizmi? Nima qilishni bilmayapman. Shunchaki joyimda jim tura olmayapman. Hozir bacharingizga baq qilsam bo'lardi-yu, lekin unaqa qilmayman-da. Ha, aytilgan ishni tez-tez qilsang-chi. Mayli, bo'pti, bo'pti, bo'pti. Bo'lmasa men ishni boshladim, janob mer. Siz esa borib damingizni olib, choy-poylaringizni ichavering. Balakat, bularni almashtirish, yerlarni ham almashtirish, nimalar deyapsiz? Axir bu ish juda ham ko'p-ku. Men bilmayman, jigarlar, sen shuni qilsang bas. La'nati. Bo'pti, bo'lmasa janob mer, charchamang. Men ketdim. Kerakli instrumentlarni olib chiqaychi. Obunachilar, bu janoblar odam bo'lmaydi desam sizlar ishonmaysizlar. Bu janoblarga hech qachon aql kirmaydi, balakat. Umuman odam bo'lmaydi. Tushunmadim, nimaga lopatkani olyapman? Birinchi navbatda hozir yerni ag'darib boshqa qilish kerak. Yo'q, birasida obunachilar, mana bu televizorni qaranglar turishini. Baribir ko'rmayapman, balakat. O'tgan safar qaysidir tupoyskiy saytlar zakaz qilib bo'lganman. Na ishlaydi bu la'nati. Balakat, mana bu yerdan chiqish biroz g'alatiman. Kelinglar, mana shu yerdagi chiqishni to'g'rilab qo'yamiz, chunki bunaqa chiqish bilan obunachilar biror nimaga erishib bo'lmaydi. Xo'sh, bizga nima kerak? Bizga bolta kerak bo'ladi va biroz daraxtlar kerak bo'ladi. Ya'ni doskalar, obunachilar, keyin doskalar bilan mana bu yerdan zina yasaymiz. Juda ham chiroyli bo'ladi. Ishonaveringlar, qani ana u yerdan borib olamiz va bizga biroz yer ham kerak bo'lar ekan. Yer nega kerak bo'lishini keyin aytib o'taman. Balakat, bor nariroq tur, sen yo'limdan chiqma la'nati. Xo'sh, obunachilar, bo'lmasa bizga normalisidan kerak. Qora daraxtlar emas, aynan bizga sarg'ishroqlari kerak. Tushunyapsizlarmi? Sarg'ishrog'i esa mana bunisi bo'ladi. Obunachilar, bilmasanglar bilib olinglar. Tak, mana shunday. Qani bo'ldi, mana shu daraxtni olamiz. O'zi necha safardan beri shuni olaman deb turdim. Chunki jigarlar, ko'rib turganingizdek, bu daraxt bir g'alati holatga kelib qolgan, narsalari oqib nimadirlar bo'lib, ana endi men sindirishni boshlab berdim. Qolganlar ham kelib mana shuni sindiradi, obunachilar. Undan ko'ra o'tinga ishlab ketgani yaxshi. Yo'q, birasida bu yana nima noz bo'ldi, la'nati. Mayli, bo'pti, ahamiyat bermaymiz, obunachilar. Balkim bitta bratuxalar naryoqda ishlayotgandir. O'shalarni o'zi bo'layotgan bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Da, to'ppa to'g'ri. Boshqa nima ham bo'lardi? Xo'sh, obunachilar, bo'lmasam kelinglar, mana bu yerga aytgan narsamni yasab chiqamiz. Tak. Menimcha doska kam bo'lib qolgan u, yoki yana bir bor olib kelamizmi? La'nati, olib kelaman deb o'ylamagandim. Bo'pti, mana bu yerdan olib kelaman. Xayolimda obunachilar menga bir donani o'zi yetadi, lekin aslida unaqa emas. Rejam boshqacha edi, ming bor uzr. Yo'q, birasida obunachilar yomg'ir yog'ishi arafasida bo'lib turibdimi? Yomg'ir yog'adimi deyman-da, chaqmoq chalyapti qayerdadir. Mayli, bo'pti, ahamiyat bermaslikka harakat qilamiz. Jigarlar, tak. Xo'sh, bo'lmasam ketdik. Mana bu yerlarni
dahshat qilib chiqamiz. Hozir xo'sh, endi menga bitta versak kerak bo'ladi-da, versaksiz obunachilar ish bitadimi? Yo'q, bitmaydi. Mana bunday qilamiz va bizda ko'rib turganingizdek 20 ta mana bunaqangi nomini bilmayman. O'shunaqa narsa bor. Xo'sh, mana bunday qilib qo'yib chiqamiz. Chiqishga takoy удобный bo'lishi uchun obunachilar ana endi kelinglar qo'ldan kelgancha mana bu yerlarga ham o'rnatib chiqamiz. Yaxshi, opa. Butun qishloqda faqatgina bizni anaqamiz chiroyli bo'ldi. U yog'iga esa bilmadim, janob merni o'zi qilib oladimi? Xullas, meni ishim yo'q. Mana bu ikkita esa obunachilar mana bu yerga edi. Tak bo'ldi. Bo'lmasam kirib, ana endi sekin poliz ishlarini boshlab olsak ham bo'ladi. Tushunmadim. Bularning nimasi yomon? Hammasi ajoyib bir-biridan chiroyli va rang-barang bo'lib turgan joyda la'nat obunachilar mer oldirib tashlayapti. Mana bu yerdagi suvni kimdir olib ham ketganmi? Mana buni qaranglar, kamayib qopti. Shu suvni ham joyiga to'ldirib qo'yish kerak. Tak. Bo'lmasam obunachilar kelinglar, buni ekib tashlaymiz. Hammasini mana shunday bularni yarmiga kartoshkalar ekamiz va yarmiga esa sabzilar ekib qo'yamiz. Mana shunday obunachilar va chiroyli chiki-puki bo'ladi. Tak. Ana endi bu narsalarni barchasini joyiga qo'yib chiqmasak bo'lmaydi. Bo'lmasam obunachilar yaxshi ish bo'lmaydi. Tak, mana shunday va mana bu bloklar esa bo'pti. Mana shu yerda turib tursin, hozirchalikka bo'lib turaveradi. Tak, ana endi obunachilar poliz ekinlarini olib turmaymiz. O'zi ularning tagidagi yerlarini ham to'g'irlash kerak edi, lekin men obunachilar hozir u narsani qilmaslikka qaror qildim. Hozir birinchi navbatda suvni tagini to'g'irlashimiz kerak, chunki u yerdagi yerlar prям gryaz bo'lib ketibdi, qop-qora bo'lib. Sizlarga bilinyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin hozir oddiy yerdan terib kelaman va keyin esa bilib olasizlar obunachilar. Biz oddiy yerni bu yerlardan olmaymiz, chunki bu yerlar juda ham chiroyli. Mana bunaqangi ortiqcha bo'lib qolganini olsak bo'ladi albatta. Xo'sh, endi mana bu yerdan ham olamiz. Xo'sh, bizda umumiy hisobda 6 ta bor, bizga esa atiga 8 tasi kifoya. Tak, bo'pti. Ana endi boramiz-da, mana shu yerdan hamma narsani almashtirib, chikki-pukki qilib obunachilar juda ham zo'r qilib tashlaymiz. Xo'sh, mana bu yerni olib tashlaymiz. Balakat nimadir bordek tuyulyapti. Nima mayli bo'pti, ahamiyat bermaymiz. Obunachilar mana ko'rib turganingizdek qo'limdagi blokni bittasi mana bunaqangi tarzda turibdi, bittasi esa mana bunaqangi tarzda. Mana bu esa oldin turgani, mana bu esa hozirgi holati. Bu oldin turgani chirib ketgan obunachilar va bu juda ham yomon ziyoni bor mana bu yerdagi o'simliklarimizga. Shuning uchun bularni shaqillatib almashtirib tashlash kerak bo'ladi. Tak, mana shunday. Xo'sh, bo'ldi. Opa, obunachilar bu yerlarni ham mana qilamiz va mana buni olib tashlab, buni ham almashtiramiz va mana bu yerga ham Wow, bu yerda tushunmadim, bu yerda nima bor edi? La'nati. Bu yerda nimadir bor ekan, jigarlar. Buni qaranglar. Balakat, shunaqasi ham bo'ladimi? Wow, chill broski. Mana bu yerga suvni yopib turaylik obunachilar. Xo'sh, yaxshi. Buni qaranglar, bu yerda nimadir borga o'xshaydi. Yoki menga shunaqa tuyulyaptimi? Balakat. La'nati, yana qayerdan boshlangan bu? Nega zina mana bu yerda turibdi? Tushunmadim, bu yerga ham nimadir ulanganmi deyman-da. Tak. Opa. La'nati. Men buni xohlamagandim, mayli bo'pti. Keyin to'g'rilab qo'yamiz. Kirish bu yerda ekan obunachilar. Adashib ketibman. Aslida kirish bu yerda bo'lmagan ekan. Yaxshi, bu yerga kelinglar, suvni qo'yib yuboramiz va mana bu yerdan kirish qila qolamiz. Tak. Wow. Balakat obunachilar, yo'q, bu yerga tushishga negadir odam qo'rqyapti, lekin bu nima bo'lishi mumkin obunachilar? Kommentariyada hozirroq yozib qoldiringlar. Balakat nima bo'lishi mumkin, la'nati? Voy, obunachilar borga qo'rqyapman. No, mayli bo'pti, ketdik. Janob merga aytamiz va janob mer bizga birorta maslahat berib qolishi mumkin. Albatta janob merda maslahatoshi juda ham yaxshi. Tak. Bo'lmasam ketdik sekingina огородdan chiqib ketib, janob mer bilan ko'rishamiz-da obunachilar. Undan keyin esa janob merdan bitta maslahat olamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham bu yerni to'g'rilashni janob mer aytdi. Agarda boshqa jitellar buni bilib qoladigan bo'lsa, obunachilar janob merga aytmasdan, ogohlantirmasdan turib, shunchaki ichkarida nimalar bo'layotganini sirazi kirib bilib kim biladi obunachilar, balkim u yerda bilmadim yovuz ritsar yashiringandir. Janob mer, assalomu alaykum, tuzumisiz, charchamayapsizmi? Yaramas, boyagina ko'rishdik. Yana bir marta salom berishingni qara. Endi janob mer salom bersa nima, bir joyingiz kamayib qolarmidi? Xullas sizga aytadigan bir ikki og'iz gaplarim bor. Xo'sh, ish qildingmi? Sizning maqsadingiz faqatgina ish. Xullas polistagidan qanaqadir katta bitta omborxona chiqdi. Menga nima qizig'i bor? Tepasida digar bilan yopib tashla. Aniqmi? Pastga tushib ko'rmaymizmi? Yo'q, unaqa eski joylarga chiqib kelmayapti.
O'zingiz bilasiz, janob mer, keyin afsuslanib qolmang deyman-da. Bo'pti, mayli, charchamang. Obunachilar, ritellar to'g'ri ish qilishar ekan, o'zlari kirib, chunki janob merga aytganda bir tiyinlik hojati ham foydasi ham yo'q ekan. U yerga qiziqib ham ko'rmadi, lekin men juda ham qiziqib ketyapman obunachilar, shuning uchun hozir o'sha yerga sizlar bilan birgalikda tushib ko'ramiz. Qani, nima experience olar ekanmiz o'zimiz bilan birgalikda. Xo'p, mana buni olamiz. Har ehtimolga qarshi kirkamni ham olaman, chunki obunachilar u yerda har narsa bo'lishi mumkin va mana bu kartoshka qolib ketibdi. Yaxshi, bloklarni ham o'zim bilan birga olaman. Balkim tepaga chiqish uchun kerakli joy bo'lib qolar. La'nati voy palakat, mana shu yetibmay turuvdi. Bo'ldi obunachilar, yaxshi, eshikni ham yopib qo'ydik. Ana endi mana shunday qilib, mana bu yerga tushamiz. Xo'sh, ko'raylikchi, bu yerda nima bor ekan. Obunachilar juda ham qiziq bo'lib ketyapti. Xo'sh, mana bu chuqurlikni qaranglar. Ey, bu yerda kimdir bormi? Ey, bu yerda kimdir yashaydimikan obunachilar, nima bo'laysizlar? Kimdir oyog'i. Salom. Palakat, bu zombimi? Bor yo'qol, yaramas zombi. Men qilich bilan kelganman. Baribir menga hech narsa qila olmasding. Yaramas. Obunachilar, menimcha bu yerdan ham hozir bir gala zombilar chiqib kelsa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Yoki tavakkalga ochib ko'raymi? Mayli, bo'pti obunachilar, tavakkalga ochib ko'raman. Qani 1, 2, 3. La'nati, bu yer ochilmas ekan-ku. Palakat. 3. Bo'ldi. Yo'q, parasata obunachilar, bu yerda axir to'la oltin ekan. Obunachilar, buni qaranglar, biz boyib ketdik, chunki bu yerda to'la oltinlar ekan. Yo'q, parasata, gap bo'lishi mumkin emas obunachilar. Shu joyga, shu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, hammasi zo'r bo'lgan bo'lardi obunachilar. Oltinlarni terib olamiz. Mana buni qaranglar, oltin olmalar va bu yerda obunachilar, oltin to'pponcha turibdi va oltin pichoq turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bularni ham jangda ishlatsak bo'ladi. Hattoki qandil ham oltindan ekan. Yaxshi ham janob merni chaqirmabman, bo'lmasam barchasini o'ziga olib olgan bo'larmidi. Xullas obunachilar, bugun videoroligimizda biz mana shu yerdan dahshat oltin topib oldik. Video yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Endi men bu oltinlarni asta-sekin yig'ishtirib olay sizlarga. Hamma dushi rahmat, kelgusi videolarda ko'rishguncha.